Bugun o'ng qo'llarimni o'ynatib sizga bir o'q bilan ikkita quyonni urishni o'rgatib ketaman. Bu yoqda ekotapdan kelgan fartuklarimni maqtanib ketganman. Xullas, birinchi navbatda lavlaga qaynagan suvlarimizga makaronlarimizni qaynatib olamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, makaronlarimizni qaynatib olamiz. Makaronlarimiz qaynab chiqqach, sabzi va kartoshkalarimizni xuddi o'sha suvga qaynatib olamiz. Keyin esa birinchi salatimizni navbat bilan terib boshlaymiz. Makaronlarimiz, no'xatlarimiz, kolbasalarimiz, jo'xorilarimiz, sho'rba diringlarimizni solib bir chekkaga olib qo'yamiz. Keyin esa sos tayyorlaymiz. Bunda bizga slobodan mayonezlar kerak bo'ladi. Yog' solamiz, chesnok, limonni suvini siqib solamiz hamda lavlagini suvini ukrop solib aralashtirib, salatimizga qo'shib aralashtirib tayyorlab olamiz. Tabiiy ko'ra tuz ham solib olasiz. Tam-tamiga o'tguncha muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Bu arada vanna tomonga o'tsam, kirlarimiz menga qarab, "Hoy, meni yumaysanmi?" dedi. "Hozir seni boplayman" deb chiroyli qilib qo'ydim. Mana senga bo'lmasa deb ortimga qaytib qolib ketganimdan biror baxsh suvlardan ichib oldim. Miyamga kislorod bordi shekilli, kirlarni yuvish kerak, bu senga chet elmas degan g'oya kelib qoldi. Shundoqqina ekotabni oldimda kirlarimni yuvishga kirishib ketdim. Bunga e'tibor bermaysizlar. Qizim bilan o'g'limni orkestr jamoasi yuvilguncha ikkinchi salatga harakatni boshlab yubordim. Lavlaga sho'rba diring, sabzi, kartoshka va no'xat jo'xorilarni solib, piyoz, yog', limon suvlarini siqib, tabiiy ko'ra tuz solib yaxshilab aralashtirib oldim. Bu arada kirlarim tozagina oq-oqina bo'lib yuvilib chiqdi. Hidlarga-ku gap bo'lishi mumkin. Yuricha makaronli salatimni yaralangan yurak, unisini esa oddiygina qilib bezadim deb ta'mini tatib ko'rdim. Voy, ta'miga-ku gap bo'lishi mumkin emas. Shunday qilib bir o'q bilan ikki quyonni urdim. Ham mayonezli, ham mayonezsiz salat qildim. Bayram dasturxoni uchun ideal yechim. Albatta tayyorlab ko'ring, obuna bo'lishni unutmang.